O'zi kichkina ko'ringani bilan xonadonga kichkina katyol qo'yilgan. Har doim men sizlarga aytib o'taman. Bu xonadonning kvadratiga qarab turib katyol qo'yilmaydi. Sistemadan kelib chiqilgan holda suv litrajini hisoblab turib, agar temir sistema bo'ladigan bo'lsa, katyol qo'yiladi. Mana shu xonadonga qo'yilgan katyol kichkina diplomatik katyol qo'yib qo'yishgan 100 kvadratli joy deb. 100 kvadratli joyga 100 kvadratli katyol emas, bo'tga kattarog'ini qo'yib kerak. Chunki ko'ryapsizlar, mana podacha obratkalari 50 litr trubada yurgan. Buni 1 metriga 2 litr suv ketadi. Shu suv hajmini hisoblasanglar, xudo xolasa katyolinglar cho'tki ishlaydi. O'shanga qarab turib, katyol qo'yish kerak, suv litrajiga qarab turib. Bunga mana bunaqa dimoxodlarni ham kichkina turbalarda chiqarib tashlashgan. Bu kichkina turbada chiqarish kerak emas. Bo'tda kamida 89 turba chiqib turib, keyin 100 tali azbiz turbaga ulab olish kerak. Hozir buni boshdan ferdelka qilib, tunki dimoxodlar qo'yib, hammasini cho'tki qilib chiqarib beramiz. Bu xonadonga biza o'zi to'rga 2 katyol qo'yishimiz kerak edi. To'rga to'r ovurdilar uy egasi. Chunki sovuqdan juda jonga tegdi. Bo'lsa yaxshisi bo'lsin dedilar. O'shaning uchun mana shunaqa to'rga to'r katyolni ustanovga qo'yamiz. Mana to'rga to'r katyolimizni ham ustanovga qilib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek podachalarni akkuratni tushirib, obratkalarni ham cho'tki qilib, dimoxodlarni ham cho'tki qilib uladik, xudo xolasa. Bunga обязательно tagin agregator qo'ydik. Bu narsani foydali tomoni mana tagidan ko'ryapsizlar, havo tortadi. Misol tariqasida sizlarga aytib o'taman. Samovarni ham ustiga promoy karnigini ulaydigan bo'lsanglar, olov tepagacha chiqib harakatlanadi, keyin tezroq qiziydi. Bu degani rasxodni ko'paytiradi, ya'ni promoy ulab qo'ysanglar agar mana shu turbani promoy ulab olsanglar, rasxod ko'payib ketadi. Ammo bunaqa qo'ziqorin bilan qo'yadigan bo'lsanglar, mana tagiga navigator bilan qo'yadigan bo'lsanglar, tagidan havo kirgani hisobiga primoy tortmaydi, keyin gaz suluv ham ichida qolib, sekin popkalarning ichidan aylanib chiqadi. Bo'tga hozir biz diplomat to'rga to'r katyolimizni ustanovka qildik. Ishlashlari yomon emas, ko'ryapsizlarmi gazni yonishini? Konku akkuratni yonyapti. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha Top Lidomga murojaat qilishingiz mumkin.